Assalomu alaykum, Avto Prestige'ning hurmatli obunachilari, ko'rib turgan bu avtomobilingiz Dolphin Capay 008 2025-26 restyling pozitsiyasi. Bu pozitsiyamizda oldingiga qaraganda diskali bo'lib chiqqan. Diskalarga ahamiyat beradigan bo'lsak, juda ham chiroyli hamda neobычный diskalardan foydalanilgan. Xo'p, bu avtomobilimizda salon qismiga keladigan bo'lsak, chiroyli такой podsvetkalar bilan jihozlangan hamda bu monitori chipi ham o'zgartirilgan, уже bo'lib tezroq ishlaydi, ham sifatli bo'ladi kачестволari. Также avtomobilimizning ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, eski versiyalarida orqadagi mana bu bar surilardi. Hozir esa bu funksiyani olib tashlagan. Холодильник, bu sidenyaga esa zero gravity funksiya qo'shilgan. Old sidenyalarga esa massajlar bilan chiqqan. Также bu avtomobilimiz ikkita panorama tomli bo'ladi hamda o'zini katta orqaga joylashtirilgan monitori bo'ladi. Agar kimga bu avtomobil kerak bo'ladigan bo'lsa, shu pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Xo'p, bu avtomobilimizdan oqqa qora, oq oranjviy hamda qoraga qora, qoraga oranjviy rasvetkalardan ham bor.